Hurmatli obunachilarimiz, Autoshop'dan yana bir zo'r ideal sostenada 10x qo'yib beramiz do'stlar. 10x 2023-yilda texpasport 13, 23. Kuzovi 24 bo'lishi kerak bo'lmaymi? 24 ekan mana. Kuzovi 24. Salon holatlarini ko'ringlar do'stlar. Torpedka chexol, qimmat chexollar bor. Monitor 3-foizda bu mexanika. Salonlar ham top-toza turibdi do'stlar. Evapor poliklar ham bor. Mashinada pokoleniya metal do'stlar. Yili 1 oy bo'lmadi deydi. 4 dona top-toza diska bilan GoPro yumshoq balonlar ham qo'ygan ekan. Elda bisopkalari uzatilgan, tumankalargacha qo'yilgan mana. Yana do'stlar. Kres 100% rodnoy. Turishini nima deydi buning? 1.5 moyka kerak buni. Yerlar ham uzatilgan ekan, bekpemet. Probegini kelsak do'stlar 9200 km turibdi. Ko'rindimi ekan? Malibu signallarni qo'yilgan do'stlar. Mashinamizdan narxini keladigan bo'lsak do'stlar 152 million so'm. Polniy navorochinning yasining o'zining aytishi bo'yicha do'stlar 2000 dollardan ziyod mashinaga so'tdim dedi. Metani, balon, diska bir ishqilib bir 25-30 milliondan rasxod etdim dedi. 152 million so'm pul bo'lsa beramiz. Naq pul bo'lsa agar ustida yana savdolasam, ishtir bo'lsa. 50% to'lasangiz dogovor ham chiqaramiz do'stlar. Avtokiritgancha so'm bilan chiqishini ekranda yozib qoldiraman do'stlar. Mashina Autoshop Gurlanda. 10x qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Mexanika 3-foizdan qop-qora zo't. Polniy navorotlarni.